O'git 33. Alloh taolo shunday deydi: Kim o'z amallari orqali shuhrat qidirsa, u odamga o'xshaydi. Suvni orqa qismida ko'tarib, to'xga chiqaradigan kishi. Haqiqatan ham u charchayapti, lekin uning amallari men tomonidan qabul qilinmaydi. Xudaytog' suvga tegsa ham yumshamaydi. Ey odam bolasi, bil, men sizning amallaringizdan faqat men uchun sodiq qilinganini qabul qilaman. Haqiqatdan ham sodiq va rost so'zlar uchun katta quvonch bor. Ey odam bolasi, qashshoqlik kelganini ko'rsan shunday de: Xush kelibsan, solihlarning belgisi. Boylik kelganini ko'rsan shunday de: Gunohlar, azobni tezlatganlar. Mehmonni mahbus topsan shunday de: Men la'natlangan shaytondan Allohga panoh oldim. Ey odam bolasi, boylik menga taalluqli va sen mening bandamsan. Mehmon mening payg'ambarim. Sen mening mehrimdan mahrum qolaman deb qo'rqmaysanmi? Sizning o'luchingiz men tomonidan belgilangan. Siz menga shukronalar aytishing kerak. Uning foydasi sizga qaytariladi. Shunday ekan, nima uchun mening sarf etgan ne'malarim uchun yolg'iz maqtuf qilmaysiz? Ey odam bolasi, sening 3 vazifang bor. Molingdan zakot berish, oila a'zolaring bilan yaxshi munosabatlar qilish, oila va mehmonlarga bo'lgan burchni ado etish. Agar sen men seni majburlagan narsalarni ado qilmasang, men sizning azobingizni barcha olamlar uchun sabaq qilaman. Ey odam bolasi, agar sen qo'shningga bo'lgan burchingni oilangga bo'lganidek ado qilmasang, men senga qaramayman, amallaringni qabul qilmayman va duoingga javob bermayman. Ey odam bolasi, o'xshashlaringga umid qilaverma, yo'qsa men sening qo'lingdan tortib olaman. Mening yaratganlarimga g'urur bilan muomala qilma. Haqiqatdan ham sening boshlang'iching suvning bir qatrasida va men uni erkakning miyasi va ayolning ko'krak suyaklaridan chiqardim. Senga man etilgan narsalarga qarama. Haqiqatdan ham chervilarning avval yetadigani sening ko'zlaringdir. Bil, sen o'z qarash va iltifoting uchun hisob berasan. Ertangi kunda men oldingda turgan holatingni eslab tur. Haqiqatdan ham men bir lahzaga ham sening yashirin fikrlaringdan uzoqlashmayman. Chunki men sizlarning qalblaringizdagi hamma narsani bilaman.